Assalomu alaykum chora ishqibozlari. Muslim Chora kanalining hurmatli obunachilari. Akalarim, bugungi 2 dona zotdor buzoqlarimiz bor. Xudo xolasa ikkovsini yengil berib yoramiz. Kimgadir ma'qul bo'lsa, uka ma'qul bo'ldi deb telefon qilinglar. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bo'ladi. Xudo xolasa tanishtiramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Sharg'on tumani. Mana Shveddan boshlaylik. Shvedimiz qoldi, akalarim. Yuring nima qanday ko'rinyapti? Yosh oylar 3,5 oylik atrofi. Bo'ylari shu 1.4 da bo'y akalar, 1.4 1.5 olaverasizlar. Minus desanglar ham bo'laveradi. Chunki bu 1.4 chiqyapti, mana bundan balandroq shekilli. 1.4 1.5 ga olinglar. Bu Golishten akalarim, Golishten. Yosh oylari shu 4 oylik bu. 4 oydan bir hafta o'tgan bo'lishi ham mumkin, kam bo'lishi ham mumkin. 4 oy plus minus. Endi semizligi semiz emas. Men o'tgan videolarni ham ko'rsatganman. Bu brekda qo'tiri bor. Ukollarni qilib qo'yganman, mazlarni surkab qo'ygan. Qo'tir o'lib bo'lgan, prosta izlari qolganda, endi to'kilyapti. Xudo xolasa, holati o'rta holat, yeb ichishi zo'r buzoqlarni. Mana pashti yosh oyliklari ham, bo'ylari ham bir xil. Bitta Shved, bitta Golishten. Endi mana Shvedni o'zini o'ta baland bo'ldi savdosi, endi berilmadi. Xudo xolasa jupini olaman deganga 25 million so'm emas. 24 million 300 ming so'm bo'lsa akalar. Dastlabkasi vodiy bo'ylab, uka ma'qul bo'ldi deb telefon qilinglar. Xudo xolasa 1 so'mini ham kelishamiz bo'pti, ana. Xayri ham bor. 12 million 150 ming so'mdan bo'lib qolyapti akalar. Mana shu buzoqni 14 million so'm qo'yganmiz mana. Mana shuni 12 million qo'ydik-da, mana shu narxiga bo'lib qolyapti akalar. Bo'shatishga kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilinglar. Hashaki mollar emas akalar, ustemgi mollar emas. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, 24 million 300 ming so'm bo'lsa, jupini berib yuboramiz, ozgina xayri ham bor. Akalarim, bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir yangi partiyadagi buzoqlar keladi. Obuna bo'lmaganlar sразу obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, ko'rganlar like bosib qo'yinglar akalar. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Inshaalloh zo'rlarni olib kelamiz, xudo xolasa.